Minneapolisda otishma. ICE reydi yana AQShdagi ichki keskinlikni kuchaytirdi. AQShda ommaviy namoyishlar boshlanib ketdi. Rossiya harbiylari Dnipropetrovsk viloyatidagi Bratskoy aholi punktini nazoratga oldi. Rossiya deputatlari Areshnik bilan Yevropaga zarba berishga chaqirdi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Yangi rekord. O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari 66,3 milliard dollarni tashkil etdi. AQShning Venesuela ustidan nazorati yillab davom etadi. Tramp. Rossiya Ukrainaga yuborilgan har qanday xorijiy qo'shinlar nishonga olinishini ma'lum qildi. Zelya, erkak bo'l. Qodirov Zelenskiyga haqoratomuz javob qaytardi. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. 7-yanvar kuni AQShning Minneapolis shahrida migratsiya va bojxona xizmati tomonidan o'tkazilgan reyd vaqtida ayol kishi otib o'ldirildi. Hodisa mamlakatda navbatdagi noroziliklar va bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 37 yoshli Rene Nicole Good avtomobil bilan yo'lni to'sib, ICE agentini bosib ketishga uringan. Shundan so'ng agentlar tomonidan o'q uzilgan. Marhumaning yaqinlari esa uning namoyishlarda qatnashmaganini va radikal guruhlarga aloqasi bo'lmaganini ta'kidlamoqda. Ayol voqea sodir bo'lgan joydan bir necha kvartal narida oilasi bilan yashagan. E'tiborlisi aynan Minneapolis shahri 2020-yilda George Floydning o'limi ortidan butun AQSh bo'ylab keng ko'lamli noroziliklar boshlangan maskan sifatida tanilgan. AQSh prezidenti Trump ICE agentlarini qo'llab-quvvatlab halok bo'lgan ayolni radikal deb atadi. Bu bayonot jamiyatdagi qarama-qarshiliklarni yanada kuchaytirdi. Hodisa AQShda migratsiya siyosati va huquq-tartibot organlari faoliyati yuzasidan mavjud keskin muhitni yana bir bor yuzaga chiqardi. Minneapolis meri Jacob Frey Trump ma'muriyatining agent o'zini himoya qilish uchun o'q uzgan degan bayonotini qat'iyan rad etdi. Frey federal immigratsiya agentlarini shaharda tartibsizlik chiqarishda ayblab, ICEga qaradi. Minneapolisdan yo'qolinglar dedi. Shu bilan birga u aholini xotirjamlikka chaqirdi. AQSh ichki xavfsizlik vazirligining ma'lum qilishicha, Minnesotada 2000 nafar ofitser jalb qilingan. Tarixdagi eng yirik operatsiya o'tkazilmoqda. Unda firibgarlar, qotillar, zo'ravonlar va jinoiy to'dalarni qo'lga olish maqsad qilinganini bildirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari bo'linmalari Dnipropetrovsk viloyatida joylashgan Bratskoy aholi punkti ustidan to'liq nazorat o'rnatgan. Vazirlikka ko'ra, bu natija faol jangovar harakatlar davomida qo'lga kiritilgan. Hududni egallash orqali Rossiya qo'shinlari mazkur yo'nalishda o'z pozitsiyalarini mustahkamlagani ta'kidlanmoqda. Bratskoy aholi punkti strategik jihatdan muhim hisoblanadi va uning nazoratga olinishi front chizig'idagi vaziyatga ta'sir ko'rsatishi mumkin. AQSh harbiylari 7-yanvar kuni Atlantika okeanida Rossiya bayrog'i ostida harakatlanayotgan Venesuelaga tegishli neft tankerini qo'lga oldi. Rossiya deputatlari bunga javoban rus harbiylarini AQSh kemalarini cho'ktirishga va Yevropaga Areshnik raketalari bilan zarba berishga chaqirdi. Rossiya Davlat Dumasi Mudofaa qo'mitasi raisi o'rinbosari Aleksey Juravlyov Marinera tankeriga nisbatan AQSh harakatlarini qaroqchilik deb atadi va buni Rossiya hududiga tajovuz bilan tenglashtirdi. Torpedalar bilan hujum qilib, bir juft Amerika qirg'oq qo'riqlash katerlarini cho'ktirish mumkin. Ular o'z qirg'oqlaridan bir necha ming kilometr uzoqlikda qo'riqlash ishlarini olib bormoqda. Menimcha, Venesueladagi maxsus operatsiyadan so'ng o'ziga xos jazosizlik eyforiyasida bo'lgan AQShni hozir faqat shunday burniga chertish bilan to'xtatish mumkin, deb taklif qildi Juravlyov. Davlat Dumasi deputati Andrey Gurulyov esa Marineraga qarshi operatsiya G'arbning katta urushga tayyorligining bir qismi ekanini aytdi. Uning fikricha, Rossiya dushman logistikasini har qanday yo'l bilan, jumladan Areshnikdan foydalangan holda oldindan yo'q qilish kerak. Ukraina uchun o'q-dorilar ishlab chiqaradigan Rheinmetall zavodiga Germaniyada joylashgan zarba berishga nima to'sqinlik qilmoqda? Hech narsa xalaqit bermaydi. Shunda o'q-dorilar tugaydi. Bizga barcha kanallarni yopish uchun siyosiy iroda kerak, dedi Gurulyov. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 66,31 milliard dollarni tashkil etib, ketma-ket 5-oy rekord o'rnatdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra zaxiradagi aktivlarning umumiy qiymati 66,31 milliard dollarni tashkil etdi.
So'nggi oyda zaxiralar 5,8 milliard dollarga yoki 8,3%ga, yil boshidan esa 61%ga oshdi. Zaxiralardagi oltin qiymati ham rekordini yangilab, 55,9 milliard dollarni tashkil etdi. Ushbu qimmatbaho metall narxi bir oyda 4,23 milliard dollardan ortiq oshdi. Oltinning hajmi ham oshib, 12,6 million troy unsiyaga teng bo'ldi. 2025-yil 1-noyabrda mamlakat oltin valyuta zaxiralari qiymati ilk bor 59,3 milliard dollardan oshgandi. 2025-yil 1-dekabrga kelib oltin valyuta zaxiralari 61,23 milliard dollarga yetgandi. AQSh prezidenti Tramp mamlakatning Venesuela ustidan nazorat o'rnatishi va uning neft daromadlarini boshqarishi yillar davom etishi mumkinligini aytdi. Bu haqda uning 8-yanvar kuni e'lon qilingan intervyusiga tayanib Reuters xabar berdi. Venesuelani foyda keltiradigan darajaga chiqaramiz. Trampning so'zlariga ko'ra, AQSh Venesuela ustidan qancha muddat nazorat o'rnatishi hozircha noma'lum. Jurnalistning bu muddat 3 oy, 6 oy yoki 1 yilmi degan savoliga prezident ancha uzoqroq muddat degan bo'lardim, deya javob berdi. Rossiya hukumati 8-yanvar kuni Ukrainadagi g'arb kuchlari qonuniy ravishda nishonga olinishini ma'lum qildi. Bu bayonot Fransiya va Buyuk Britaniya Ukraina urushida tinchlik sulhi imzolangan taqdirda mamlakatga qo'shin yuborishga kelishganidan so'ng yangradi. Bu haqda CNN xabar berdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi g'arb davlatlarining harbiy bo'linmalari, harbiy obyektlari, omborlari va boshqa infratuzilmalarining Ukraina hududiga joylashtirilishi xorijiy intervensiya sifatida tasniflanishi haqida ogohlantirdi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning bayonotida. Zaxarova bu fikrlarni Buyuk Britaniya bosh vaziri Kier Starmer va Fransiya prezidenti Makron tomonidan 6-yanvar kuni imzolangan 3 tomonlama deklaratsiyaga javoban bildirdi. Mazkur hujjat ko'ngillilar koalitsiyasining navbatdagi yig'ilishida qabul qilingan bo'lib, unda tomonlar tinchlik bitimi tuzilgan taqdirda Ukrainaga o'z kuchlarini joylashtirishga kelishib olgan edi. Otash kesim e'lon qilinganidan keyin Buyuk Britaniya va Fransiya Ukraina bo'ylab harbiy hublar tashkil etadi va Ukrainaning mudofaa ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash uchun harbiy texnika va qurollar uchun himoyalangan obyektlar quradi, degan edi Starmer. Rossiya uzoq vaqtdan beri Ukrainada har qanday g'arb qo'shinlari bo'lishiga qarshilik ko'rsatib keladi. Zaxarovaning ta'kidlashicha, ushbu ogohlantirishlar bir necha bor yangragan va o'z dolzarbligini saqlab qoladi. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov Ukraina prezidenti Zelenskiyning AQSh Checheniston rahbariga nisbatan Venesuela yetakchisi Nikolas Maduroga o'xshash choralar ko'rishi kerakligi haqidagi bayonotiga keskin munosabat bildirdi. Senga eslatib qo'yaman, Zelya. Dushman respublikamizga kirishi mumkin, ammo chiqib ketishi imkonsiz. Yoki o'zing tavakkal qilib ko'rasanmi? Muddati o'tgan, degan Putinning ishonchli odamlaridan biri Qodirov.